To'g'risini aytay, har safar siz antibiotiklar ichganingizda faqat kasallikni emas, o'zingizni ham zaiflashtiryapsiz. Ha, bu qattiq eshitilar, lekin haqiqat shu. Tasavvur qiling, sizning tanangiz ichida butun bir olam mikrobiom bor. Millionlab mikroblar siz uchun ishlaydi, ovqatni hazm qiladi, immunitetni himoya qiladi, hatto kayfiyatni boshqaradi. Endi savol, nega biz ularni o'z qo'limiz bilan yo'q qilyapmiz? Antibiotiklar keladi va yomon bakteriyalarni o'ldiradi. Lekin yaxshi mikroblar ham yo'q bo'ladi. Natijada ichak muvozanati buziladi, immunitet tushadi, hazm yomonlashadi, doimiy charchoq, shish, allergiya paydo bo'lishi mumkin. Va eng yomoni siz sababini tushunmaysiz. Eng katta xato nima? Shunchaki ichib qo'yay, tezroq tuzalaman degan fikr. Lekin har bir kapsula bu ichingizni muvozanatiga zarba. Bu degani antibiotik yomonmi? Yo'q, lekin u oxirgi chora. Ha, safar ham emas. Endi o'ylab ko'ring, siz tanangizni davolayapsizmi yoki asta-sekin buzyapsizmi? Xulosa, sizning sog'lig'ingiz dorixona emas, sog'liq ichakdan boshlanadi. Agar siz immunitetni kuchaytirish haqida bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda aynan shu mavzuda yanada ko'proq gaplashamiz.